Assalomu alaykum jigar. Qaranglar, mana somsalarda takoy bitta do'stingiz olib keling, aka. Bu somsalarimiz o'zimizda местный go'shtlardan qilinadi, 100% halol. Narxiga ham, o'ziga ham kafolat bor. Ichlari to'la go'sht bo'ladi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. 100% ko'pgina go'sht solib beramiz. Agar videoda chiqmasa, menga aytasizlar, pullarni o'zim qaytarib beraman. Qaranglar, shuni mazza qilib yeyish kerak-da, buni yeyish kerak, yetish kerak. Takoyda bu mazza qilib yeysizlar, shano'rlar. Kelaverasizlar. Bundan tashqari shashliklarimiz ham bor. Ular ham halol go'shtdan bo'ladi va местный go'shtdan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qaranglar, qizarib turishida. Buni bitta yeyish yana deysiz shu bo'ladi. Kelaverasizlar. O'tkir oshxonasi har doim ishlaydi, 24/7. Bizni undan tashqari takoy bolalarga tapchanlarimiz ham bor-da. Undan tashqari takoy stollarda bitta ulfatlar bilan o'tirmaysizlarmi? Issiq va shuna muzdekgina mazza. Manzilimiz 5 bitta shunday ro'pparasida.